Koreyaga yangi kelganlarda ID karta olishda ikki xil yo'li bor. Birinchisi, ya'ni o'qish tomonidan topshiriladi, ikkinchisi o'zingiz topshirsangiz ham bo'ladi. Agar o'zingiz topshiradigan bo'lsangiz, mana bu Hi Korea degan veb-saytga kirasiz. Hi Korea veb-saytida mana bu yerda pasport bo'limini tanlaysiz. Informatsiyalarni kiritasiz hamda joy borligini tekshirsangiz bo'ladi. Odatda joylar 1 oy oldinga to'lib qolgan bo'ladi. Birinchi eng kerakli hujjat, ya'ni uyingizni kontrakti. Koreysada chipka yaksok deb qo'yadi, shunaqa shaklda bo'ladi. Bu uyga kirganingizda sizga kontrakt qog'ozi beriladi. Bu yerda sizni familiya ismingiz, pasport raqamingiz yoziladi. Agar bir xonali uylar turgan bo'lsa, shu qog'ozni o'zini uy egasiga pechatib oladi, pechatini bostirib olib borsangiz yetadi. Agar qo'shivni turgan bo'lsangiz, qo'shivni litsenziyasi hamda to'lagan to'lovingizni chekini ham qo'shib olib borishingiz to'g'ri keladi. Bundan tashqari kerakli hujjatlar: pasport kopiyasi, ya'ni zagran pasportingizni kopiyasi kerak bo'ladi. O'qishga qabul qilinganligingiz qog'ozingiz, o'qishga kontrakt to'laganligi haqidagi qog'ozingiz. Keyin 3,5 ga 4,5 rasm. Do'stlar, esingizdan chiqmasin, 3,5 ga 4,5 rasm orqa foni oq bo'lishi kerak. Viza qog'oz hamda 35,000 won naqd pul bilan pasportingiz originalini agar o'qish orqali topshiradigan bo'lsangiz, o'qishni xalqaro bo'limiga olib borib berasiz. Yokida o'zingiz topshiradigan bo'lsangiz, qaysidir kunga joy zabt qilib qo'ygan bo'lsa, o'sha joyga, o'sha kunga, o'sha joyga borib, ID kartaga topshirib, ID kartangizni pochta orqali qabul qilaman deb adresingizni bersangiz, pochta orqali chiqarib yuboradi. Xo'p, agar Koreyada yashaydigan bo'lsangiz, shunga o'xshash ko'plab foydali kontentlar ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa biz shunday foydali kontentlar ulashamiz. Bu videoda yangi kelgan tanishlarga yuborib qo'yinglar.